Tasavvur qiling, siz juda ham katta mijoz bilan shartnoma ustida turibsiz. Hamma narsa hal bo'lgan, hammasidan kelishib bo'ldingiz va eng so'nggi pallada, ya'ni shartnomaga pul tushish kerak bo'lgan pallada mijoz qimmat deb qoldi va 10% chegirma bermasangiz, men sizdan sota olmayman deb qoldi. O'sha paytda nima keladi xayolingizga? Juda ham vahshiy chiqadi, asabiylashasiz. Nimaga shuncha biz mehnat qildik, hammasi kelishuvdik-ku, nimaga endi 10% chegirma so'rayapti? Boray devoringiz keladi, to'g'rimi? Lekin mana shu paytda ko'pchilik yutqizib qo'yadi. Agar emotsiyaga berilgan odamda bu yerda ham savdosiz, ham mijozsiz va muammolar bilan qolib ketishadi. Nimaga biz odatda eng muhim pallalarda emotsiya bilan qarg'a bo'lib qo'yamiz? Bilasizmi? Hozirgi paytda tadbirkor bo'lish juda ham oson. Yagona darchaga borasiz, ariza qoldirasiz, 15 daqiqada siz tadbirkorsiz va sizga juda ko'p banklar qo'ng'iroq qilib talashib boshlaydi. Hisob raqamingizni menda oching deb. Chunki ularga siz qop-qop pul topagan tadbirkor kabi ko'rinasiz. Va eng muhimi xuddi shunaqa. Ana endi qop-qop pul topishni o'ylash kerak. Keling bo'lsa ko'rib chiqamiz. Endi siz nima sotasiz, yo qanday xizmat ko'rsatasiz va kim muammosiga yechim berasiz. Mana shu hammasi tadbirkorlikni eng boshlash nuqtasi. Lekin bitta kichkina muammo bor. O'zingizni qobiliyatingizni, o'zingizni fikrlaringizni, o'zingizni tajribangizni aynan nimaga yo'naltirganingiz eng ma'qul bo'ladi. Agar tadbirkorlikni boshlamoqchi bo'lsangiz yoki boshlagan bo'lsangiz, ushbu videoni ko'rishni tavsiya qilaman. Men ismim Sarvar Zaynuddinov, men sotuv bo'limi qurish bo'yicha mutaxassis hamda Proset agentligining rahbari bo'laman. Har oy 50 ga yaqin tadbirkorlar bilan konsultatsiya qilamiz va ularning asosiy muammolarini ko'rib chiqamiz. Muammo nimada? Produktdami, yo zamondami, yo mijozdami, yo puldami? Shuni hammasini ko'rib chiqamiz va mana shu hammasidan yig'ilgan tajribani kelib chiqqan holatda ushbu videoni yozdim. Va siz agar tadbirkorlikka kirgan bo'lsangiz, bu video sizga qiziqarli bo'ladi. Agar tadbirkorlikka endi kirish pog'onasida bo'lsangiz, unda ham foydali bo'ladi. Bo'lmasam videoni boshlaymiz. Ana endi juda muhim narsani aytaman. Nisha, ya'ni tadbirkorlikda, biznesda nisha degan narsa bor. Bu tor doirada, ya'ni aynan sizning maqsadli mijozlaringiz bilan ishlash, ya'ni bu qaysi nishani tanlaysiz va qaysi yo'nalish siz uchun eng foydali bo'ladi. Bu haqida gaplashamiz. Va bugungi videomizning asosiy vazifasi ham bu biznesda to'g'ri nishani tanlash va o'sha yerda ko'proq daromad topish bo'ladi. Keling bo'lmasa nishani adabiy tilda tushuntirib beraman. Bu aniq, maqsadli yo'naltirilgan tanlangan bozor va bu yerda talab va taklif bir-biriga uyg'unlashgan bo'ladi. Bu yerda siz raqobatchilar bilan solishtirilmaysiz va bu yerda siz aniq bozor uchun kurashasiz. Masalan, tasavvur qiling, siz stomatologiya sohasida ishlaysiz. Va sizda aytaylik tish qo'yish, tish olish, tishni davolash, tishni oqartirish va tishni tozalash ham bor. Agar siz faqat tishni tozalash bo'yicha stomatologiya bo'lsangiz-chi, agar siz faqat kelinlarning tishini oqartirgan stomatologiya bo'lsangiz-chi, bu haqiqiy nisha tanlash degani. Ya'ni siz biror bir aynan chuqur bo'lgan sohada eng zo'r bo'lishingizga yordam bergan yo'nalish deyiladi. Masalan, siz o'tirgan platforma YouTube. YouTube ham o'ziga nishalangan. Masalan, siz YouTube'ga kirgan paytingizda hamma videoni ko'rmaysiz. Aynan o'zingizga qiziqadigan, ya'ni biznesga, marketingga, sotuvga qiziqadigan nishaga mos video ko'rasiz. Va men ko'rayotgan videongiz ham aynan sotuv va marketingga doir nisha hisoblanadi. Va siz aynan o'sha nishada turibsiz. Menimcha nishani tushuntirib bera oldim sizga. To'g'rimi? Nega to'g'ri nisha tanlash bunchalik muhim? Agar siz to'g'ri nisha tanlamasangiz, siz biznes emas, balkim o'zingizga qamoqxona tanlab qo'yishingiz mumkin. Bu nima degani bilasizmi? Bu xuddi rassom rasm chizib o'zini rasmiga mahliyo bo'lib o'tirishga o'xshaydi, lekin hech kim uni sota olmaydi. Buni oti noto'g'ri nisha tanlash degani. Yaxshi nishada har doim talab katta bo'ladi. Bu xuddi issiq pirojga o'xshab tez sotilishi boshlaydi. Bu yerda sof foyda ko'proq, marja yaxshiroq va tannarx ancha nisbatan kamroq bo'ladi. Lekin nisha agar qancha keng bo'lsa, bu yerda raqobat zichroq bo'ladi. Va xuddi turfirmaga o'xshagan. Masalan, turfirmani bilsanglar, arzimagan summaga $10, $20 juda ko'p turfirmalar o'sha $10 uchun kurashadi. Va eng qizig'i, bu yerda nishalangan turfirmalargina tirik qoladi. Masalan, avtorlik turlari. Bu yerda marja ko'proq, raqobat kamroq va eng muhimi, foyda va mijozlar aynan shu nishaga to'g'ri kelgan odamga keladi. Sababi raqobat kam joyda, foyda ko'proq bo'ladi. Yana bitta muammo raqobatchilar. Agar siz raqobatchilar zid joylashgan va ular hammasi aktiv ishlayotgan joyda ishlasangiz, unda bu nisha siz uchun bo'lmasligi mumkin. Lekin teskarisi bo'lsa-chi, raqobatchilar ancha eski, hech narsani bilmaydigan, tushunmaydigan, lekin zamonaviy metodlarni bilmagan bo'lsa-chi, unda siz yangi know-how qilib turib, o'sha nishani eng zo'ri bo'lishingiz mumkin. Lekin eng dahshat bas nimada? Siz zo'r biznes qilishni xohlaysiz, sizning maqsadlaringiz katta, qadriyatlaringiz zo'r, energiyangiz ko'p, ya'ni ko'p ishni buzib tashlayman deb o'ylaysiz, lekin eng zo'r nishani qanday topish mumkin? Ya'ni siz mana shu energiyangizni qanday qilib ko'proq daromadga aylantirishingiz mumkin? Mana shu narsa eng qiyin yo'li. Keling bo'lmasam, aynan nisha tanlashni 3 ta yo'lini ko'rib chiqamiz. Birinchisi Darwin evolyutsiyasi. Bu nima degani? Bu o'sha eng eski klassik uslub.
siz biror bir nishaga kirishdan oldin aynan o'sha nishada xodim sifatida ishlaysiz. Ya'ni bu o'sha biznesga kirib oddiy xodim bo'lib ishlaysiz va eng muhimi siz bu yerda tajriba egasiz va biznesni ichidan ko'rishni boshlaysiz. Qanchalik bu biznes siz uchun jozibador ko'rinyapti. Ya'ni bu yerda xodim bo'lib ishlashingiz, yillar davomida siz olingan bilimingiz kapitalga aylanishi va eng muhimi biznesmenni qilayotgan xatolaridan siz o'rnak olib borishingiz va o'zingiz qanaqa bu xatoni qilmaslik haqida o'ylashingiz mumkin. Va siz aynan shu joyda turganingizda xatolarni minimal qilasiz. Va eng ko'pchilik mana shu yerda xato qiladi. Ya'ni oldin qilib ko'rmagan ishini sirazi kiradi va butun riskga kirib, butun tikkan pulni sovurishi mumkin. Lekin siz bu yerda juda aqlli xod qilasiz. Bu ya'ni birovning tajribasi evaziga kapital yig'ish. Va siz o'sha biznesda rivojlanasiz. Masalan, men o'zim KFCda 1 yildan oshiq ishlaganman. KFCning ichida juda ko'p instrumentlar o'rganganman, juda ko'p texnikalar va juda ko'p tajribaga ega bo'lganman. Va ko'pchilik fast food ochishdan oldin borib KFCda ishlab ko'rishni tavsiya qilgan bo'lardim. Ikkinchisi yurak amri, ya'ni intuitsiya. Siz biror bir sohada bosib ishlaysiz va shunaqa bo'ladiki, o'zingizni mehnat daftaringizni olib yoqoringiz keladi. Sababi bu sohadan charchagansiz. Bu yerda eng muhim narsa nima bilasizmi? Bu yerda eng muhim narsa bu sizni hobbingiz. Ya'ni sizga nima yoqadi, nimadan mazza qilasiz va o'sha narsani biznesga aylantirishingiz. Masalan, men yoshligimdan muammolarni hal qilishni, odamlarga motivatsiya berishni yaxshi ko'raman. Va meni hobbiyim odamlar bilan gaplashish, odamlarning muammosiga yechim berish va odamlarni ilhomlantira olish. Ya'ni aynan sotuv bo'limida shu ishni qilishni boshlaganman. Ya'ni o'zimning hobbim bilan shug'ullanganman. Ya'ni muammolarni hal qilish, bu sotuv bo'limi muammolarini hal qilish, odamlarga yordam berish, ya'ni kommunikatsiya orqali va ularni ilhomlantira olish, ya'ni sotuvchilarni sotish ilhomlantirish bilan shug'ullanganman. Va bu hammasi o'zimni shu intuitsiyam, ya'ni o'zim yaxshi ko'rgan ishimni qilayotganimni bildiradi. Lekin bitta narsa e'tiborli bo'ling. Ko'pchilik mana shu o'zi yaxshi ko'rgan ishini qiladi, lekin pul topmaydi. Masalan, boyagi rassom voqeasi. Rassom zo'r rasm chizadi, intuitsiya bilan rasm chizadi, lekin uni sota olmasdan o'tiradi. Shuning uchun siz har qanday o'zingizni hobbingiz bilan shug'ullangan bo'lsangiz ham baribir hisob-kitob qilib ko'ring. Qanchalik bu nisha sizga foyda olib keladi va qanchalik siz bu yo'lda chiday olasiz. Chunki shunaqa narsa bor, siz yaxshi ko'rgan ishingizni qilaverasiz va oxiri charchaysiz. Chunki bu yerda pul yo'qligi. Bu yerdan bitta o'zimni kesim aytib beraman sizga. Men oldin Happy Day degan firma ochgan edim va bu vazifasi har xil оформление qilish edi. Ya'ni uylarni оформление qilish. Ishonasizmi? Men bu ishni juda ham yaxshi ko'rardim va deyarli tannarxga ishlardim. Ya'ni yo'l kirasining pulini to'lab bersa, tannarx pulini bersa, o'shani tekinga qilib berardim. Nima deysiz? Bu ishni qancha qildim men? 6 oy qila oldim. 6 oydan keyin pul topmaslikdan charchadim va bu firmani yopdim. Chunki tannarx orqali qilingan, ya'ni siz foyda ko'rmasangiz, oxiri nima bo'ladi? Siz charchaysiz. Chunki energiya almashinishi kerak. Da odamlar xursand bo'ladi. Sizga rahmat deydi, lekin bundan pul topmasangiz, oilangizni boqa olmasangiz yoki oilangiz pul so'ramaydi, bera olmasangiz, baribir charchaysiz. Shuning uchun ko'pchilik o'zi xohlamasa ham, lekin foyda ko'proq bo'lgan ishni ishlaydi va baxtsiz pul topgan odamga aylanib qolishadi. Ana endi keling, mana shu joyda men sizga zo'r instrument beraman. Agar siz biror bir ishda ishlayotgan bo'lsangiz va biznesingizni raqamlar asosida ko'rmayotgan bo'lsangiz, sizga zo'r tavsiya beraman. Men bitta bepul video darslik tayyorlaganman. Bu darslikda sotuv bo'limini tahlil qilish, aynan raqamlarda o'lchash biznesi va aynan shu raqamdan kelib chiqqan holatda muammolarni hal qilishni o'rgatganman. Ya'ni marketingga qancha pul tikyapsiz, qancha lead kelyapti, hammasini bitta 15 daqiqalik video darslikka kiritganman. Agar siz biznes egasi bo'lsangiz va sotuv bo'limingizda muammolar bo'layotgan bo'lsa, marketingda muammo bo'layotgan bo'lsa va qiynalayotgan bo'lsangiz, raqamlarga qarab qaror qabul qilmayotgan bo'lsangiz, ushbu darslikdan keyin siz ancha raqamlarga qarab sovuq miya bilan qaror qabul qilishni o'rganib olasiz. Agar bu darslik sizga qiziq bo'lsa, quyidagi videoning tagidagi описаниедagi link ustiga bosing, Telegram botni, u yerga ma'lumotlaringizni qoldiring va sizga darslikni yuboramiz. Va darslikda siz bemalol sotuv bo'limingizdagi muammolarni aniqlashni o'rganib olasiz. Endi bo'lsa videoga qaytsak. Ana endi uchinchisi, ya'ni aql bilan nisha tanlash. Bu nima degani? Endi hech qanday tajriba, hech qanday intuitsiya emas, balkim hamma narsani aniq analiz qilish, analitika qilish va bu orqali ushbu nishani tanlash sizga ko'proq foydali bo'lishi mumkin. Keling, aynan shu nishani tanlash uchun 3 ta qadam ko'rsatib beraman sizga. Birinchisi foyda, ya'ni qancha foyda qoladi bu ishdan. Ikkinchisi, bu ish qanchalik menga tez va oson bitadi. Ya'ni siz ko'p pul topish va qiynalishingiz kerak emas. Shunaqa odamlar bor, ko'p pul topadi, xuddi logistikaga o'xshab, lekin tinmasdan ishlaydi. Ya'ni siz ko'p pul topish va tinmasdan ishlash emas, balkim ko'p pul topib, kamroq ishlashingiz kerak. Va oxirgisi, bu ish qanchalik sizga yoqadi? Qanchalik odamlarga yordam beradi bu ish? Mana shu 3 tasiga agar javobingiz ha bo'lsa, katta ehtimol bilan siz to'g'ri nisha tanlashga yordam berasiz. Ishonasizmi? Bir qancha shunaqa bo'ladiki, sizni ham tajribangiz, ham hobbingiz va aqlingiz hammasi birlashadi va siz eng zo'r nisha tanlaysiz. Bu nisha sizga bingo, xuddi omadli lotereya chiqib qolganga o'xshaydi. Va o'sha paytda hamma tadbirkorlar sizga hasad qilishadi. Bu degani to'g'ri paytda, to'g'ri joyda paydo bo'lish degani. Yana bitta narsani bilishimiz kerak, biznes bu har doim qiziqarli jarayon emas.
biznesda raqamlar, stresslar, muammolar va eng muhimi juda ham kam vaqt bo'ladi boshida. Ya'ni siz oilangizni vaqtini ajratmasligingiz va aynan shunda qiynalishingiz mumkin. Hatto sog'lig'ingizga ham qaramasligingiz mumkin. Va bu narsa tabiiy. Ya'ni biznes ko'pincha tadbirkorlarni bir muvaffaqiyatli ko'rsatishadi. Zo'r mashina haydaydigan, chet yil yuradigan, lekin bu darajaga chiqish uchun u juda ko'p qiynalishgan. Juda ko'p uxlamasdan yurishgan, juda ko'p oilaga vaqt ajratishmagan, juda ko'p sog'liqda qiynalishgan. Shuning uchun agar siz biznesda bo'lsangiz, biznes zerikarli jarayon ekanligini his qiling. Biznes har doim qiziqarli emas. Har doim ham yangi hamkorlar, har doim ham yangi restoranlarga borish emas. Ya'ni odatda biznes bu rutina, kunlik raqamlar, kunlik tekshiruvlar, kunlik shu marketing tahlillar, finans hammasi biznes ichida bo'ladi. Agar siz o'zingizni biznesingizni boshlagan bo'lsangiz va ushbu jarayonda bo'lsangiz, kommentariyada qoldiring, siz qaysi etapdasiz? Ya'ni siz boshlanish etapidamisiz, o'rtadami yo investor etapiga o'tib bo'lganmisiz? Agar videom sizga qiziqarli bo'lgan bo'lsa, shu joyda like bosib qo'ying, kommentariyada qoldiring qanaqa insightlar olganingizni va sizda qanaqa bo'lgan biznesda o'tgan payt. Shuni qoldiring. Agar video yoqqan bo'lsa, buni do'stlarga ham ulashib qo'ying. Va keyingi videoda ko'rishguncha salomat bo'ling.